sopa, sign, milk, drink, grape, cafe, friend, best friend. Aynan mana shu so'zlarni Koreyaga kelganlaringdan keyin eshitishlaring aniq. Bu nima, bu qanaqa so'zlar deyishlaring mumkin. Bu koreyscha aksent bilan inglizcha so'zlar bo'ladi. Masalan, sopa, ya'ni bu divan, sofa. Ya'ni inglizchasi sofa bo'ladi. Endi divan. Yana bilmadim, to'g'ri aytdimmi yo'qmi ingliz tilida, endi o'zimcha harakat qilib ko'rdim har holda. Mana shunaqa aytadi, sopa deb aytadi. Endi signga вообще besh ketganman. Signni birinchi bankka borgan paytim sal kallam chopmay qolgan. Nima deyapti bu ingliz koreychasiga podpis, ya'ni imzo, somyon degan so'zdi-ku deb o'zimcha o'ylab qolganman. Keyin drink, no drink ajoshiylar kelgan payti mana shunaqa gaplar aytadi sizlarga. No drink bu alkogol, ya'ni alkogol vositalarini ichmaysanmi degani, qisqasi qilib aytganda shunaqa gap. Endi milk bu uyu, ya'ni sut, grafik tipa, grafikda grape deydi. Kafe bu kofe shikdan. Kafe, kopi ko'p juda ham qo'llanadi. Kopi mashillayo deb aytadi. Lekin kafe bu kofe sotadigan joy, kafeteriya. Endi friendga besh ketganman. Friend bu friend, ya'ni do'st, best friend, eng yaxshi do'st. Chua degan endi shunaqa ma'nolari bor. Agar Koreyaga kelib shu so'zlarni mana eshitsanglar, mana endi hozir shu videodan keyin tarjimasini bilib olinglar va bundan keyin ham sizlarga gapirgan payti shunaqa so'zlarni o'zlaring tushunib olishga endi qiynalmaysizlar degan umiddaman. Xolos, sizlarga qanaqa so'zlar aytgan, birinchi marta kelganlaringda qanaqa so'zlar sizlar tushunmay qolgansizlar, kommentariyaga yozib ketishlaring mumkin va agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, Koreya hayoti va koreys so'zlarini o'rganmoqchi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yishni